poytaxtimiz Xalqaro universitetlar ko'rgazmasi 2026 xalqaro ta'lim forumi o'z ishini boshladi. Unda Turkiya, Malayziya va Yevropaning eng nufuzli oliygohlari vakillari ishtirok etdi. Anjumanda ayniqsa Turkiyadan kelgan universitetlar vakillari o'zlarining eksklyuziv ta'lim dasturlari, grant va stipendiyalar bilan barchaning diqqat markazida bo'ldi. Birinci savol olarak Farzandingiz kelajagi uchun eng to'g'ri tanlov bu Turkiyada xalqaro ta'lim olishdir. Turkiyaning eng nufuzli xususiy universitetlarida 5 yillik o'qish odatda $11,000 dan boshlanadi. Biroq bizning maxsus 90% gacha bo'lgan grantlarimiz tufayli butun o'qish davrini atigi $3,000 ga tamomlash imkoniga ega bo'lasiz. Tejalgan $8,000 esa farzandingizning Turkiyadagi yashash xarajatlarini bemalol qoplaydi. Bu davlat o'zbekistonlik yoshlar uchun shunchaki diplom emas, balki ulkan karyera eshigidir. Til va madaniyat yaqinligi tufayli talabalar tez moslashib, o'qish davomida ish topishlari, yetakchi global kompaniyalarda amaliyot o'tab, nufuzli rezyume shakllantirishlari mumkin. Forumda zamonaviy va yuqori sifatli ta'lim beruvchi, diplomlari Yevropa Ittifoqi tomonidan to'liq tan olingan Istanbul Kent universiteti ham o'z yo'nalishlarini taqdim etdi. Kent Üniversitesi olarak iki kampusu mevcuttur. Zamonaviy va yuqori sifatli ta'lim beruvchi Istanbul Kent universiteti ilmga chanqoq yoshlarni taklif etadi. Biz ayniqsa sog'liqni saqlash sohasida yetakchi bo'lib, stomatologiya, farmatsevtika, fizioterapiya va hamshiralik ishi kabi nufuzli yo'nalishlarda turk hamda ingliz tillarida eng yaxshi sharoitlarni yaratganmiz. Eng muhimi, talabalarimiz darsdan bo'sh vaqtlarda ishlash imkoniyatiga ham egadirlar. Ko'rgazmaga tashrif buyurgan maktab o'quvchilari xorijiy oliygohlar vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilib, bakalavriat va grant dasturlari bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob oldilar. Bu ko'rgazmaga kelishdan asl maqsad hozir 11-sinf bo'lganimiz uchun kelajakda qaysi o'qishda o'qishimiz, nima yo'nalishni tanlash bo'yicha ko'rgazmaga taklif qilishdi. Keldik va birinchi bo'lib Istanbul universitetini ko'rdik. U yoqdagi meditsinskiy fakultetlarni qaradik. Men aslida xirurg bo'lish niyatidaman. Lekin faqat stomatologiya fakultet bo'lgani uchun baribir qiziqtirdi. Kontraktlari bilan, qanaqa o'qish, necha yilligi bilan tanishib chiqdik va kelajakda xudo xolasa o'qish niyatidaman. Uch universitet tanlaganman kirish uchun. Birinchi Stanford, ikkinchisi MIT, uchinchisi Harvard deyishgan. Endi bularga kirish niyatim chunki bular eng zo'r topdi, men uchun eng topi. Xudo xolasa agar o'qishni qolsa, eng birinchi o'rinda turgan Stanford. Xolisi yo'lim o'sha finans ekonomika ili IT da. Xalqaro universitetlar ko'rgazmasi 2026 yoshlarimizning nufuzli xorijiy ta'lim hamda istiqbolli karyera imkoniyatlariga ega bo'lishlarida muhim platforma bo'lib xizmat qiladi.